Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ro'parasi bir oy oldin mana shu Mac Mini'ni M4 protsessoridagi raspakovka qilgan edik. Bir oy mobaynida biz mazkur kompyuterdan foydalandik. Unda o'yin o'ynadik, video montaj qildik, tekst yozdik. Umuman oddiy kompyuter uyda qanaqa ishlatiladigan bo'lsa, shu tariqa ishlatildi bu kompyuter. Boshlang'ich bo'lgani uchun uni narxi Apple saytining o'zida $599 dan boshlanadi. Ya'ni 16 ga 256. Undan keyingisi 16 ga 512 bo'ladigan bo'lsa, u $799 bo'ladi, ya'ni $200 qimmatroq. Yana keyingisi $999 bo'ladi. Bunda 24 GB operativ xotirasi bo'ladi va 512 GB SSD bo'ladi. $200 pulga xotirani qanaqa qilib yanada kengroq qilsa bo'ladi, shu haqida tavsiyalarni ham bugun berib o'tamiz. Demak, RayQ degan brend bor. RayQ brendi aynan mana shu Mac Mini'lar uchun yaxshi hublar chiqaradi, ya'ni plata расширение deyiladi bu narsa. Hub desa ham bo'ladi yoki dock stansiya desa ham bo'ladi. Qutichaning ichida endi har doimgidek qog'ozli dokumentatsiyasi va hubning o'zi mana shunday ko'rinishda. Alyuminiydan ishlab chiqarilgan. Bu yerda ventilyatsiya tuynuklari bor. Demak, ustiga Mac Mini'ni qo'yganimizdan keyin o'sha issiq havo Mac Mini'ni tagidan chiqadi va shu tuynuqlar orqali tarqaladi. Ya'ni qizib ketmaydi kompyuter. Qizib ketmagandan keyin kompyuter yaxshi ishlaydi, osilib qolmaydi, qotib qolmaydi. Shunaqa ko'rinishda o'rnatiladi stolga va ustiga uni demak Mac Mini'ni o'zi o'rnatiladi. Va ko'rib turganingizdek, demak bazada Mac Mini'da ikkita Type-C porti bo'lsa oldida, uni RayQ'ning ustiga qo'yganimizdan keyin ikkita Type-A 3.2 Gen 2 portlari bo'ladi. Yana bitta USB Type-C bo'ladi va kartridjerlar uchun slotlar ham bor. Ya'ni foto bilan shug'ullanadigan odamlarga, video bilan shug'ullanadigan odamlarga juda ma'qul bo'ladi bu narsa deb o'ylayman. Bundan tashqari orqa tomonidagi portlar ham kengayadi. Ya'ni ba'zi o'sha Mac Mini'ning o'zidagi bitta Thunderbolt, ikkita Type-C, bitta HDMI, siteboy kabel qo'yiladigan joyi va pitaniya joyi bo'lsa, bunga qo'shilib yana HDMI, Thunderbolt, USB Type-A va yana bitta Type-C. Bundan tashqari 3.5 mm jack bo'ladi. Bunda ham qulaylik bor demak. Xo'p, demak komplektda Type-C shnuri bor, termopasta bor, ya'ni ichiga SSD o'rnatish uchun. Thunderbolt shnuri bor, ya'ni dock stansiyani kompyuter o'ziga ulash uchun ishlatiladi. Bu yerdagi o'sha Thunderbolt orqali kompyuterdagi Thunderboltga ulanadi va shu tariqa tezlik juda ham tez bo'ladi bularning orasida. Ya'ni bu yoqqa SSD qo'yganimizdan keyin kompyuter unga yozish va undan fayllarni ko'chirish uchun ko'p vaqt sarflamaydi. Eslatib o'taman, bu to'plamning narxi taxminan $60 atrofida bo'ladi. Pochta orqali olib keltirishlar bilan yana bir $10 qimmatlashishi mumkin, ya'ni $70 ga aylanishi mumkin. Demak, $600 ga kompyuter olgan bo'lsangiz, $70 ga mana shunaqa hub olish mumkin yana bunga va imkoniyatlarni kengaytirish mumkin. Lekin bu hali hammasi emas. 2 terabaytli SSD Samsung Evo 990. Yozish va o'qish tezligi nihoyatda tez buni. Xarid qilinayotgan paytda aksiya doirasi adashmasam agar $130 ga xarid qilingan bu. Demak, hisoblab qaraydigan bo'lsak, $130 ga SSD, $70 ga hub. Toshkentga keltirish bilan birga, pochta xarajatlari bilan birga $200 bo'ladi. O'sha $200 ga aytganimdek saytda o'zida 256 GB li SSD ni 512 GB ga almashtirish mumkin bo'lsa, xuddi shu $200 bilan siz 2 terabayt ko'proq hajmdagi diskga ega bo'lishingiz mumkin. Hech kim uchun sir emas, Samsung oxirgi yillar mobaynida aynan xotiralar masalasida lider sanaladi. Demak, bu yerda mana hujjatlari bilan garantiyasi va mana SSD ni o'zi. Xo'p, demak, to'plamda tadbirkorasi ham bor. Bular SSD ni o'rnatish uchun ishlatiladi. Shu SSD ni hozir endi mazkur hubga o'rnatamiz. Xo'p do'stlar, endi mana mazkur kompyuter 16 GB operativ xotira bilan va 2 terabaytdan ortiqroq ichki xotira bilan jihozlangan. O'qish va yozish tezliklari quyidagicha. Va umuman olganda kompyuter upgrade qilish uchun menimcha aynan mana shunaqa dock stansiyalardan foydalangan qulay bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nafaqat RayQ ishlab chiqaruvchilar juda ham ko'p. Ugreen ham ishlab chiqaradi o'zini dock stansiyalarini. Boshqa Hoko kabi ishlab chiqaruvchilar ham ishlab chiqaradi, lekin aynan narx va alyuminiydan qilinganligi, ya'ni alyuminiy hech kim uchun sir emas, issiqlikni tez tarqatishga juda ham ma'qul, juda ham yaxshi materiallardan sanaladi. Shuning uchun alyuminiydan qilinganligi
narxi va umuman o'sha paytda aksiya doirasida bo'lganligi uchun men aynan shu Rayquni tanladim. Sizlarga maslahat beraman, Rayquni tanlanglar. Kompyuterlarni, Apple gadjetlarini agar olmoqchi bo'lsanglar, yaxshi narxdan olmoqchi bo'lsanglar, maslahatim Malika bozori B17 do'koni Arturga murojaat qilinglar. Doimo yaxshi narxlar, doimo sifatli mahsulot va eng muhimi kafolatlangan yaxshi servis xizmati.